Olib kelib beruvdi, bir 10 kunda yaxshi bo'lib qoldim. Oshmadi. 5, 6, 4,5 bo'lib qoldi. Keyin sinimga yetdim. Sinimki juda baland yuradi. Dori, Pokistonda dori bo'lmaydi-yu. Birinchi ikkilandim. Unaqa ziyoni yo'q. Aksimet oilasi haqiqiy natijalarni xonadonlarga borib, o'zlaridan o'z oladilar. Mastur opani xonadonlariga tashrif buyurdik. Qani ketdik, o'zlaridan haqiqiy natijani olamiz. Assalomu alaykum, Mastur opa xonadonlarimi? Mastur opa kerak edi. Assalomu alaykum, Shavkat aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, darcham? O'zimiz Shavkat aka xonadoniga kelganmiz-ku. Rahmat, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, o'zimiz olib keldik. Mastur opa oldiga keldik. Xabar olgani xonadonlariga. Sizga, oilangizga edi. Onamga. Ha. Darchamamsizmi? To'g'ri sizligingizni bilmayman. O'zlari bilan gaplashuvdik. Onamni ko'rgani keluvdim, qolmagan ekan choylari. O'shanga sizlarga o'zim buyurtma berdim, yana olib kelib qarasam o'zinglar olib kelsizlar. Juda tavsiyalar bo'lardi. O'zlari bilan bir gaplashaylik deb olib kelgandim. Onam bilan. Ha? Yo'q, Shuni taqib qo'ysak bo'ladimi, aka? Mikrofon. Ha. Bo'ldi. Onam gaplashib masala kerak, menimcha bu. O'zimiz rozi qilamiz, chiroyli qilib gaplashib ketaylik endi. Haqiqiy natijalarni xalqimizga ko'rsataylik. Hech anaqa qilmaganlar qanaqa bo'lar ekan? Gaplashaylik, maylimi? Yuringlar. Keling. Ona. O'zbek olib kelishdi dastur. Assalomu alaykum, hojana, yaxshimisiz? O'tiring, qimirlamang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bezovta qiladikmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Onam gapirmaylar desam ham baribir. Ishinglarni rivojini bersin, omadinglarni bersin. Mana shunaqa qilib o'ynab kulib yurish hammamizga nasib. Aytganingiz kelsin. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Qanchadan beri ichyapsiz? Buni mana artistlar reklama qilyotgandik-ku. O'shani ko'rgandagi Shavkat menga ham bitta olib kelchi, ichib ko'ray dedim. 14, 15, dori, Pokistonda dori bo'lmaydi-yu. Olib kelib beruvdi, bir 10 kunda yaxshi bo'lib qoldim. Oshmadi. 5, 6, 4,5 bo'lib qoldi. Keyin sinimga yetdim. Sinimki juda baland yuradi. Hozir uniki ham 5, 5,5. Ko'sta emas. Dori pori ichmayaptilar. Yo'q, dori umuman ichmayman. Insulinga o'tmaganmidingiz hali? Yo'q, o'tmagandim insulinga. Mana shunaqa qilib hamga damlab olib, mana ichib o'tiraman. Mazasi ham yaxshi. Yaxshimi? Unaqa ichishlikda yaxshi. O'zi nimadan keyin qandli diabet bo'ldingiz? Anaqadan bo'lib qoldim. Koronavirusda bo'lib qoldim. Coviddan keyin bo'ldingiz. Shundan keyin bo'lib qoldim. O'zi moyilligingiz bormidi o'sha nimada? Bilmayman, yaxshi edim. Anaqa 4,5 bo'lardi. Mana shu anaqadan oldim. Og'ir bo'ldi-da. O'shandan keyin bo'ldi. Dieta qilmayapsizmi hozir? Yo'q. Nechidan nechiga tushdi? 14, 15 bo'lib qoldi-da. Mazam qochdi. Doktorga olib borishdi. Shunaqada yugurtirib u yoqqa bu yoqqa olib bordi. Dori, faqat dori bilan vaqtinchalik. Yana ana ko'tarildi-da. Lekin mana shuni maza qilib ichyapman. Hozir nechiga tushdi? Hozir 5, 5,5. 5, 5. O'zingiz yaxshisiz qilasiz. Narsa yeyapman bemalol. Qo'rqib yerdim. Oldin. Hozir yaxshisiz. Uyqularingiz yaxshimi? Ha, uyqular yaxshi. Ayollarda gangrena holatlari yo'q, o'tmagan ko'rsatmasi. Maza qilib ichyapman. Yaxshi. Baraka topinglar. Yaxshi bo'lsa. Hammaga tavsiya qilaman. Mana shuni ichishsin. Ko'pchilik ishonch hosil qilsin, lekin boshimdan o'tkazdim. Qo'rqmasdan ichsa bo'ladi. Hozir dori poriga ichmayapsiz, a? Umuman dori ichmayman. O'zi xabar olib turibdimi sizdan? Ha. Xabar olib kelib beryapti. Yaqinda yana nima bo'ldi? Skitka bo'ldi. O'shanda ham bir telefon qilib nima qilinglar, xabar olinglar dedik. Oxiri o'zimiz olib keldik-da. Bir gaplashib, o'zlaridan natijalarni ko'raylik. Opamga, sinimga ham olib borib berdi. Ular ham yaxshi. Yaxshimi? Tichyaptimi? Oldin o'zimda sinadim. Bitta ko'raydi. Keyin ularga olib borsam anaqa bo'lib qolmasin dedim-da. Yaxshi. Oddiy damlama bilan yaxshi bo'lib ketadimi sahar deb ko'pchilik aytishadi-da. Lekin men ishonaman. O'zi boshida ishonchsizlik bo'ldimi sizda? Birinchi ikkilandim, keyin hamma reklama qilyapti, boshqa qilyapti. Keyin ichuvchi bir Shavkatga aytuvchi, Shavkat taniysanmi? Olib kelib berdim. Olib kelib berdi keyin. Mana opa ichib ko'ring dedi. O'zi bilmagandik biz Shavkat ekan, o'zlarini olgan ekan. Ana unda bir so'mkadan bilib qoldik. Men ham olib berdim, o'zim pulimga olib berdim dedi. Aytmabsiz desa, yo'q, olib ichyaptilar hozir yaxshi. Mazasi yaxshi. Unaqa achchiq. Bemalol ichaverasiz. Kun davomida ichaverasizmi, oddiy choyga o'xshab? Ha, choyga o'xshab ichaveraman. Ko'sta Unaqa emas. ziyoni yo'q. Hech qatizga ziyon qilmaydi. O'zi holatlaringiz qanaqa ichganingizdan keyin yaxshi bo'ldimi? Yaxshi yuribman. Ko'sta emasin. Sizga ham rahmat, ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Duo qiling, ketamiz endi. Ishinglar rivojini bersin.
hammanglarni baxtinglarni bersin, bola chaqanglarga bosh bo'linglar. Mana shunaqa qilib yuraveringlar, hamma kasallarni tuzatib, mana shunaqa tez ko'rishib, mana shunaqa uchrashib turinglar. Ilojim aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Xudo xolisa yana kelamiz xabar olib. Xoniqi singillaringiz oldiga ham boramiz, xudo xolisa. Boraman, Ko'rib gaplashamiz. Rahmat sizga ham. Sog' Ha. bo'linglar.